teshil dovush. Hurmatli kanalimiz muxlislari, bugun sizlar bilan ajoyib bo'lgan eksperiment o'tkazamiz. O'ng qo'limizda Leisman original skоворodkasi, chap qo'limda обычный ko'pchilik xarid qiladigan arzonchi skоворodka, oddiy skоворodka. Mana shunda hozir shu mix bilan teshib ko'rsataman sizlarga. Leisman original skоворodkasi, bu oddiy skоворodkamiz. Davay kelinglar, Leismanligidan birinchi boshlaymiz. Mana bu miximizni qo'l dushimizni bor kuchimiz bilan uramiz. 1 2 3. Yana bitta. Yana bitta. Yo'q. Endi bu skоворodkada ko'ramiz. 1 2 3. Ko'rib turibsizlar, rezultatni. Bu skоворodkamizda hech qanaqa tarabini ham bo'lgani yo'q. Bu skоворodkamiz. Bu teshil dovush. Ishlatishga yaroqsiz. O'zingiz guvoh bo'ldinglar. Bu tovalarimizni qalinlik darajasini sinovdan o'tkazdik. Endi keyingi videomizda buni sizlarga kesib, qalinlik darajasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Kayaxonda ko'rishguncha.